Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi sotib qo'yilayotgan joyimiz yo'lni bo'yinda bo'ladi. Ko'rganlaringizdek, bir Qirg'izyob. Shu ko'rib turgan toza qurilgan 7 etажli domimizni 6-etajida 2 xonali, salkam 80 kvadrat metr joyimiz sotib qo'yilayotir. Toza remontdan chiqib turibdi. Lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, Qirg'izyob, banda shoshilish bo'ladi. Urduan 500 metr joyda joylashgan. Yo'lning ustida ko'rganlaringizdek Kamış Gamburku tepesinde bo'ladi. Esa gittik, uyning ichon taraf bilan donish chiqsak. 6-etajimizga yetib keldik. Liftlarimiz postoyanno ishlab turibdi. Shu to'g'rimizdagi xonadon bo'ladi ekan. Eshiklari yaxshi, sifatli demir eshiklardan qo'yilgan. Uyimiz toza remontdan chiqib turibdi. Hali hech kim yashamagan. Bahosam yaxshi narxda. Ko'rganlaringizdek, garajimiz yaxshi mo'ysha bo'ylardan chiqib turibdi. Oyoq tegimiz ajoyib qimmat qalin qollardan döşelgan ekan. Berimizda o'ng qo'limizda rakovina qo'yib o'tilgan, orqalari kafe. Registrlar tashab o'tilgan ekan bu ham. Bu yerda shuningdek ugallik qo'yib o'tiradigan mesta qoldirilgan. Ko'rganlaringizdek. Depamiz naqshlatib gipsokardon bilan ishlangan ekan berimiz. Bir yandan başlayda olsak, birimiz zal bo'ladi. Eshiklari hammasi yaxshi, sifatli MDF eshiklardan qo'yilgan zamonaviy. Zalimizga kiradi olsak, zalimiz dumullu tushgan ekan. Uzunligi 6,5, eni 4 metr. Oyoq tegimizda shuningdek qalin, qimmat, ajoyib qollardan döşelgan. Berimiz ham yaxshi boydan chiqib turibdi. Ko'rganlaringizdek, bellamizda registr qo'yib o'tilgan. Akfayna. Depamiz esa natijnoy bo'ladi ekan. Bu yerda esa yotoqxonasi bo'ladi. Yotoqxonamiz ham katta tushgan. Patolog natijnoy bo'ladi ekan. Registrlar qo'yib o'tilgan kattasidan. Yaxshi boydan chiqib turibdi. Oyoq tegimizda ajoyib hollarda döşelgan. Akfa eshik aynalari ham qo'yilgan ekan balkon tarafimizga. Ko'rganlaringizdek, yo'lning ustida Qirg'izyob bo'yinda bo'ladi. Urduga 500 metr. Eksterniy больница ham yaqin joyda joylashgan. Bu yerda esa sanuzel joylashgan. Sanuzel bilan hojatxonamiz отдельный joylashgan ekan. Sanuzelimiz dim ullu tushgan ekan. Ponni kafeldan chiqib turibdi. Depamiz plastik bo'ladi ekan. Bu ham katta registrlar qo'yib o'tilgan ekan. Ko'rganlaringizdek. Uyimiz 2 xona bo'lgan bilan dim keng tushgan. 3 xona istaysiz ham bo'ladi xolasoz. Bu yerda esa hojatxona joylashgan. Bu ham registrlar qo'yib o'tilgan. Kafeldan chiqib turibdi berimiz ham. Bu yerda esa oshxonamiz bo'ladi. Bir mebel kamisot turibdi berimizda. Akfaynalar qo'yilgan ko'rganlaringizdek. Yaxshisidan katta. Registrlar tashab o'tilgan. Arkasına kafel urib qo'yibdilar ko'rganlaringizdek. Depamiz plastik bo'ladi ekan. Airfil firmasidan yaxshi ajoyib kotyollarimiz qo'yilgan ekan. Ishlab turibdi. Gaz, suv, svetdan umuman problemasi yo'q. Bu yerda esa aristonimiz ham qo'yilgan ekan. Narxina keladigan bo'lsak, 565 million so'm. Kvadrati ursangiz ham 7 milliondan tushadi. Hozir korobkalar ham 6,5 dan sotib o'tdilar. Berimiz ham ajoyib hollarda döşelgan keng. Beri bir xona etib qo'yib, oshxonamizni bana ko'chirsangiz ham bo'ladi ekan. Esa videoda telefon nomeri qoldiramiz. Bemalol telefon atib bog'lanishingiz mumkin. Sog' bo'lin, salomat bo'ling.